Ushbu yangiliklarni tayyorlab sizlarning e'tiboringizga havola etishimizdan bir avvalroq hozirgina bizlarni Milliy xavfsizlik xizmatining viloyat boshqarmasiga taklif etishdi. U yerda jurnalistlarga matbuot anjumani uyushtirildi. Matbuot anjumanida aytilishicha, kecha shahrimizning chekkadagi mikrorayonlarining birida maxsus operatsiya bo'lib o'tgan. U maxsus operatsiya natijasida avvallari Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan qidiruvda bo'lgan bir qancha jangarilar bo'lgan. Bo'lib o'tgan otishmalar chog'ida jangarilar yo'q qilingan. Mana bu siz ko'rib turgan qo'lga olingan ashyoviy dalillar esa o'sha tunda bo'lib o'tgan operatsiyadan so'ng mana bu yerga keltirilgan. Milliy xavfsizlik xizmati viloyat boshqarmasida bo'lib o'tgan matbuot anjumani haqidagi maxsus reportajni ikkinchi yangiliklarimizdan so'ng tomosha qilishingiz mumkin.